Assalomu alaykum aziz san'atchilar. Hozirdan sizga xursand bo'ldim. Ilhomon bilan to'satdan ko'rishib qoldi. Bundan bir 4-5 yil burun Ilhom ancha bo'ldi. 2018-yilmadi, shu 19-yilmadi Peterda bir konsertimda Ilhomonni ko'rib qoldim. To'satdan. Men ijada qaytmadim shu vaqtda mavada, lekin shu konsert sabab hozir o'zlari aytib turibdi, men ijada qaytdim yana deb turibdi. Ilhomon sababchi bo'libman, men xursandman shuna. İcadınız omad tilayman Ilhomon. Sizni juda hurmat qilamiz biz. Xudoydan bir ajoyib bir qo'shiqlaringiz bilan odamlarning kayfiyatini ko'tarasiz. İcadınız omad. Bizga dan xizmat qilsa tayyormiz og'a. Sog' bo'laysiz. Ilhomonning patchiklarini bomba. Bas tashlanglar, like. Baylanıp bana şuna gözümü düşür.